Mana xudo xolasa endi asosan katta kabinamiz ham klaskasi bo'ldi. Sapilda xudo xolasa. Motordan tortib korobka zadon kamerasigacha ko'rildi. Dash 76 sistemaga kabinasini strumenkalarini mahkamlasak, xudo xolasa yig'ib terib qolgan yog'ini ham yig'ib olsak, traktorimiz tayyor. Jotki holatda bitta mana xudo xolasa. Kraskalar ham yaxshi chiqdi. Hop, ko'jigimiz ham, korobkamiz ham, orqa zadoklarimizga kamerasini ko'rdik, motorni ham ruhi ko'rib qo'ydik. Oldi o'z holatda eski-eski. Ba'ni cho'tkilab yuz olsak, keyin navbat baloniga xudo xolasa. Hali cho'tki holatda chiqqan. Hamma yo'g'ini atida qilib qo'ydik. Endi faqat yig'ish qoldi xolos. Qolgan yog'larni to'g'risi chiroyli bo'lib bitdi. Oldingi videolarda ham qo'yib borganman hammasini. Chotki qilib. Kabinamizni ham elektrikasini qilib, chexol-pexolini qilib bitirsak, bitdi xudo xolasa. Traktorimiz sotuvga tayyor keyin.